Nima qilsak bo'larkan? Qachon tozalab olamiz bunaqa ketishdi? Olmaylar, aka. Nima qilyapsiz buni? Nima bu davleni, aka? Ha, endi Kecha yurasiz bu yerda, aka. ertalabga tushadi. Leo Hydrox kompaniyasi xalqi beradi, okalar. Voy, aka, bir og'izimda qarab qo'ysangiz bo'ldi-yu. Buning yechimi Leo skvajinli nasosi hozir bitta ispitaniya qilib sizlarga ko'rsatamiz. Oho, bo'larkan. Bir soat ishingiz bitadi. Leo bu originali. Okadan suhbat olib ko'raylik, boyagi davlenada farq bormi? Aka, hormang. Salomat bo'ling. Boyagi davlenadan keyin o'zgarishga nima fikrdasiz endi? Juda zo'r fikrdamiz. Yaxshimi? Yarim soat turdim, adashimman 15 minutda bitirarkanmiz. Ha, aka, shunaqa narsalar bo'lsa, bunda maslahat qiling. Xalqimiz uchun ham oson, manfaatli life hack bo'ladi-da, aka. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ma'lumotlar, nasoslar, karcherlar barchasi Leo Hydrox brend asosida ishlab chiqarilgan nasoslarimiz O'zbekistonning rasmiy dilerlari birinchi qo'l. Kelasizlar,